oliylari. Meni boshlab borishayotgan shaxs Choson davrining eng nozik kitob, shuningdek eng qattiqqo'l rahbarlaridan biri, qirol Yon Hegun. Zot oliylari, uni hoziroq qatl etishga buyurgan holatda qirollikdagi adolatni qayta tiklang. Adolatni qayta tiklang zot oliylari. Kecha kechqurun bu ayol menga taqdim qilgan g'alati taomidan so'ng men o'zimni biroz yo'qotib qo'ydim. Aynan shuning uchun hoziroq bu ayolni qirollik bosh oshpazi deb e'lon qilaman. Nima? Bosh oshpaz? Bosh oshpaz? Qanday qilib oddiy inson oshpaz? Ana endi bugundan boshlab har kuni o'sha qoyilmaqom ovqatingdan tayyorlab berasan. Lekin agar bir ovqatni 2 marta tayyorlasang yoki taoming menga yoqmasa, shu kunni o'zida qatl qilinasan. Ustimdan kulyapsizmi? Men 3 yulduzli Michelin restorani oshpazi bo'lmoqchi edim. Uni o'rniga qirol oshpazi bo'ldim. Xo'sh, mening qarorimga rozilik berasanmi yoki shu yerni o'zida o'lging kelyaptimi? Ertami, kechmi baribir meni yo'q qiladi. Omon qolib albatta ortga qaytaman. Albatta. Zot oliylari, sizni hayron qoldirganim uchun meni kechiring. Garchi hamkorligimiz adolatdan bo'lmasa ham baribir umrimning oxirigacha sizga xizmat qilaman. Mening ismim Yon Jaeyon. Balki menga ishonmassiz, lekin men 2025-yildanman. Bu yerga qanday kelib qoldimmi? Nimayam derdim. Birinchi taom bibimbap va ko'chxo'jan qaylasi. Xonimlar va janoblar, bu oltin tovoq ko'rsatuvi va biz Fransiya tomonidan yangi bosh oshpazni aniqlaymiz. Topshiriqning oxirida esa qirolga ham ma'qul keladigan taom tayyorlash deb aytildi. Bugungi topshiriq oylar davomida bo'lib o'tayotgan ushbu konkursimiz hozir bir